Bunaqa akkauntni hali hech qayerda ko'rmagansiz. E'tiboringlarda meni akkauntim. Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Critic Plays. Hozir biz sizlar bilan $100 akkauntni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu meni o'zimning akkauntim. Meni akkauntim ham yaxshi bo'ladi. Bu o'zimning kichkina akkauntim. $100 akkaunt esa o'zimning akkauntim. Qani emasam akkauntimga o'tamiz kattasiga. Mana ko'rib turganlaringizdek 42,000 kubikli akkaunt manaki. Nomi Critic Plays. Xo'sh, endi brawlerlarga kiramiz. 83 ta brawler. Xo'sh, usti 146 kubik prestige bilan 7 ta prestige bor. Bu yog'i ketdi. Uje 600, 500 atak chidasa bo'ladi. Yaxshi akkaunt. 83 ta brawler bor. Esinglardan chiqarmanglar. Hali adashmasam 4 ta brawlerda umuman ham o'ynalmagan. Shunday turibdi. O'ynagan kamaydi. To'g'risini aytsam. Ana endi skinlarga o'tsak, shu skinlardan rare skinlar 73 ta, super rare'lar 72 ta, epic skinlar 53 ta. Bu bulga skin va shunaqa boshqa o'yinchilarga skinlar bor. Ko'rib turganlaringizdek akkaunt zo'r. Mythic skinlar esa 6 ta. Atsena Piper, undan keyin Gamer BB, Hellbull, High Stakes Pierce, yana Moldy Mike. Shular. Keyin Squad Buster Shelly ham bor. Legendarniy skinlar 2 ta antivirus Wasimbit bilan ko'rsatkinchi, menimcha ko'rsatkinchi hammada bor deyarli. Mana endi giperzaryadniy skinlarga o'tadigan bo'lsak, giperzaryadniy skinlar 4 ta. Godzilla skin, o'sha Godzilla sezondagi tuxum ochdi. Neshadir ham klub bilan neshadir ham tuxum ochib beriladigan skin. Obro'si normalligina bor. Keyin pastdagi boshqa giperzaryadniy skinga o'tsak, bu Saverin Blinrico, Saverin Gem Rico, Saverin Rico uchalasi ham bor. Ana endi kosmetik bankga kirsak, Busterni skini bu Leon, Kid, Clancy, Kid. Xo'sh, akkaunt zo'r qarovchi. Yangilardan hali hech qaysi biri yo'q. Ana endi pinlarga o'tsak, common pin 126 ta, rare pin 37 ta. Xo'sh, epic pin 51 ta, collector's pins 298 ta endi bunisi. Xo'sh, bu pinlar hammasi o'sha skin olganingizda beriladigan pinlar. Bularni o'tkazib o'ramiz. Bizga deyarli kerak emas. Xo'sh, mana bizga kerakli joyga keldik. Bu eslarda bo'lsa Squad Buster sezon kelganda, ilova kelganda o'shani pini. Xo'sh, yana mana shunga o'xshash ba'zi bir pinlar bor. Ko'rib turganlaringizdek old filari bor, yangilari bor. O Charlie kelgan sezondan hozirgacha bo'lgan sezonda deyarli har bitta sezondan bitta pin bor aniq.
Это bu mana shu ping Godzilla sezonida kelgan va mana shu ping 20% odamga tushgan. Boshqa hech kimga tushmagan. Faqat yana 20%. Bu Rossiya Brayer pinglardan birida. Bu to'xta belgisi, bu mega yashik qaytib kelgandagi pinglar, bu SpongeBobning pinglari. Короче, shunaqa gaplar. Yaxshi pinlar bor. Xo'sh, player rankingga kelsak, bular brawlerlar pinlari o'tkazib yuboramiz. Mana bizga kerakli joy. O'sha brawleringizni 250 qilsangiz beriladigan pinlar. Xo'sh. Bu old pinlar Star Park Origin'da kelgan. Xo'sh. Qani. Xo'sh. Mana bu o'sha Brawl Stars 5 yoshga to'lganda berilgan ping. 2023-yil 5 yoshga to'ladi, o'shanda olganman. Xo'sh. Bu o'sha Mega Box qaytib kelganda kelgan pinlar. Hammasini olganman o'sha pinlarni. Old Way o'ynaydigan pinlarda bu. O'tkazib olamiz. Xo'sh, spreylarga kelsak, spreylar ham yomon emas. Yaxshi. Zo'r spreylarim ham bor. Xo'sh, endi True Silver skinlar yo'q umuman. True Goldlardan bitta bor. U hammaga tekinga berilgan skin Dagni skini. Xo'sh, endi mana skin pin hammasini ko'rib bo'ldingizlar. Akkaunt $100 arziydimi? Kommentda yozib ketinglar iltimos. Bu akkauntning общий ko'rinishi Prestige 7 o'zim 67 ni onasini qo'yib qo'ygan ikonlarni. Xo'sh. Ana endi xo'sh bolalar, ranketning bo'yiga kelsak, ranketning bo'yi eng kattasi 5543, hozir esa 750. Hozir umuman deyarli o'ynayman. Bu 5543 2025-yil bo'lgan. Hozirgi bu deyarli legendarniy 2 ga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu yerni ko'rib chiqsak, bu yerda 2025-yildagi o'sha Mythic Diamond, Gold, Silver ranketning aboylar. Xo'sh. Bu yerda o'sha titullar bor. Har xil o'yinchilarning titullari. Oxirida esa Rip degan titul bor. Rip degan titul adashmasam qaysidir sezon kelgan. Brawl Starsda nimadir yo'qolib ketganda kelgan. Agar shuni bilsangizlar, kommentda yozib yuboringlar. Men sal esimga kelmadi, to'g'risini aytsam. Lekin bu umuman boshqa qaytib kelmaydigan titul, Rip degan titul. Shuninglar bo'lishiga. Ishqilib, короче, obzor shundan iborat edi. Agar obzorim sizlarga juda ham yoqqan bo'lsa, like, podpiska, kommentni umuman ayamanglar. Bu bilan sizlar o'zbek Brawl Starsini ancha-muncha rivojiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, emasam ko'rganda ko'rishguncha, sizlar bilan Critic Plays bo'ldi.